uning qo'liga tushib qolmasligi kerakligini aytadi. Shundan so'ng u ustoz Tengen agar tanasini o'zgartirib turmasa, o'z kuchining qurboniga aylanadi va kuchini boshqara olmagan holatda himoya baryerlarining hammasi yo'qoladi va afsungarlar ochiqqa chiqib qoladi. Shuning uchun siz uni qutqarishingiz kerak deydi. Almashtirishi va bu almashtiradigan yulduzli tana Riko Amanay ekanligi va ular Riko Amanayni kollej binosiga sog'-salomat olib kelishlari kerakligini aytadi va unga ov uyushtirilishi mumkinligi, bu ovni Q jamoasi hamda ustoz Tengenning ulug'laydigan bilan birgalikda eng kuchli jamoa edilar va eng kuchli afsungarlar deya tan olingandi. Shundan so'ng ular qobiq qo'yishni unutganliklari sababli butun dunyoga ularning sehrgar ekanliklari ma'lum bo'lib qoladi va Satoru Gojoning aybi bilan uni jazolashadi. Satoru Gojo hamda Suguru Geto birgalikda basketbol o'ynayotganlarida direktor Yagami ularning oldiga keladi va ularga yangi topshiriq borligini aytadi va bu topshiriqni boshqalar eplolmasligini aytadi. Ikkinchi qavatni tekshirishini, Meimei esa birinchi qavatni tekshirishini aytadi. Tekshiruvlar natijalarida ular hech qanday narsa topa olishmaydi, lekin Meimei hamda Atahimening yo'llari kesishadi. Shunda Atahime, "Sen birinchi qavatni tekshirib bo'ldingmi?" deganida, "Men hali ham birinchi qavatdaman" deya javob beradi Meimei. Shundan so'ng ular la'natlangan ruhning qorni ichiga tushib qolganliklari va uning sehri ostida ekanliklarini bilishadi. Shundan so'ng Atahime o'zining tajribalaridan kelib chiqib, mana shunday u o'zining labirintini qurib borayotganligini, agar biz tezda bu labirintdan chiqib ketmoqchi bo'lsak, uning labirinti buzilishi hamda sehri tugashini aytadi va ular ikki tomonga qarab yugura boshlashadi. Shu orqali yovuz ruhning labirintini buzmoqchi bo'lishadi, lekin bundan oldin Satoru Gojo o'zining sehri yordamida ruhni ham, uyni ham buzib tashlaganligini ko'rishimiz mumkin. Shundan so'ng bizga Geto u ruhni qanday qilib o'z ruhi Görüşeli günde bir açma köpem